Mana futzal. Andijon ham juda bir go'zallashib ketyapti. Alloh nazari tushgan yerlar, bu ham Boburiylar maskani. Prirodani qarang, chiroyliligini. Juda go'zal holatda. Atmosfera juda go'zal. Davlatimiz rahbari umri bo'lsin. Hokimimiz Shuhratbek Qo'shoqboyev ham juda bir sportga qiziqqan inson ekan, shunchalik darajaga keltiryapti. Endi jahon chempionatiga bizni O'zbekistonda ham o'tkazadigan, talabga javob beradigan stadionlardan qursa yanada yaxshi bo'lib ketadi. O'zbekiston olg'a, Alloh kuch-quvvat bersin, hammalarga bir ajoyib natijalarni qo'lga kiritib kelinglar ilohim. Butun O'zbekiston sizlarga duo qilib yozishibdi. Ilohim shu duolarni ohlanglar. G'alaba sari intilinglar. Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin, g'oyibidan bersin. Amin.